mana 2005-yildan 2016-yilgacha biz jahon chempionatiga chiqishimizga sal qolgan. Ba'zida bir ball yetmagan, ba'zida bir gol yetmagan. Nima deb o'ylaysiz? O'sha paytda bizga nima yetishmagan? Endi birinchi o'rinda Alloh nasib etsa yetishmagan. Albatta. Alhamdulillah mana Alloh qodir qildi. Men o'zim ham ikkita jahon chempionatiga chiqa olmaganman. Men o'zim analiz qilishim bo'yicha ko'proq o'sha butun bir futbol tizimimizdan tortib muxlislar, odamlarni hamma birdek xohlashi yetishmagan. Bu jahon chempionatiga chiqishimiz shunday bo'ldiki, mana shu butun xalq muxlislar duo qilishdi. Prezidentimiz qo'llab-quvvatladi, futbolni rivojlantirishga mana shunaqa baza, mana shunaqa shart-sharoitlar yaratildi. Mana shu narsalar bo'lmagan-da oldin. Aytgan mutaxassis. Rahmat. Mutaxassislarda ham o'sha katta mehnati yildan-yilga futbolimiz o'sib boryapti, kuchayib kelyapti. O'shani samarasi deb bilaman. Men o'zim ikkita jahon chempionatiga chiqa olmaganimda hamma birdek xohlamagan mana shu jahon chempionatini. Kimdir murabbiyda ayblaydi, kimdir tizimda ayblaydi, kimdir ana futbolchini ayblaydi, lekin mana shu jahon chempionatida hamma birdek ich-ichidan xohladi. Duo qildi, perjivat qildi. O'sha narsani hisobiga alhamdulillah mana o'zimiz yorug' bo'ldi. Jahon chempionatiga chiqdik. 2016-yilda o'zbek futbolining tarixida juda katta va decisiv bo'lish bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Biz qaysi xatolarni to'g'riladik? O'sha yangi rahbariyat kelgandan keyin faqat rahbar bo'lgandan keyin futbolni tushunadigan rahbar bo'lsa baribir yaxshi-da. O'sha yangi rahbar kelgandan keyin ko'p tizimda futbolchilar chaqirib nima qilsak to'g'rilanamiz. Biz ko'proq xohladik o'sha chetdan murabbiy olib kelinishini, o'sha futbol akademiyalariga yaxshi e'tibor qilinishini biz juda ham ko'p xohladik, chunki o'sha tizim yaxshi ishlasa, ko'proq bolalar futboliga, klublarga e'tibor qaratilsa, baribir o'sha raqobat ko'payadi, futbolchi ko'proq yetishib chiqadi va o'shani hisobiga terma jamoa yetadi, terma jamoa kuchayadi. Xushch'ay chalinganda, ya'ni jahon chempionatiga chiqishimizni shundoqqina bildingiz o'sha yerda. Va bu kadrlarni albatta butun dunyo ko'rdi. Sizni emotsiyalaringizni biz sizga qo'shilishib yig'ladik. Nimalarni his qildingiz? Endi bo'shdak o'sha chiqishdagini bunday olib qarasa futbolchi hatto o'sha yoshligimizdan kutdik. Dadam yoshligimizdan o'sha o'zi futbolga juda qiziqqani uchun biz hali futbolga bormasimizdan terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqsin deb duo qilardilar. O'sha kunni kutdik. O'sha lahzalarni biz rosa kutdik. Endi buni va til bilan gapirib bo'lmaydi. Odam nima o'tgani uchun. Va vallo o'sha butun O'zbekiston futbol muxlislarining yutug'i. Inshaalloh mana jahon chempionatida ham inshaalloh Alloh o'zimizni yorug' qilsin, qo'llab-quvvatlangizlar. Xudo xohlasa. Duo qilib turingizlar. Albatta. Inshaalloh Amerikada. Xudo xohlasa o'sha yerda ko'rishamiz va oxiriga ham iltimos, ham juda qisqa bu bitta so'z yoki bitta ibora bilan javob berishga harakat qiling. O'zbek futboli siz uchun bu. O'zbek futboli men uchun Bitta so'z yoki bitta ibora bilan. men uchun o'zbek futboli hayot.